1,5 oyda uzi qilganimda juda ham hayratda qoldim, chunki 14 millimetrlik toshlarim уже yo'q edi. Assalomu alaykum, mening ismim Nilufar. Samarqand viloyati Jomboy tumanida yashayman. Yoshim 44 da. Nano balzamlarni sog'ligim uchun xarid qilganman. Juda ham yaxshi natijalar olganman, bir nechta natijalar. Birinchi natijam bu o't pufagimda 14 millimetrlik qirrali toshlar bor edi. Samarqandda juda yaxshi klinikalarda uzi qildirganimda faqatgina operatsiya qilish yo'li bilan bartaraf etish mumkinligini aytishgan. Bir nechta operatsiya o'tkazganligim sababli to'g'risi operatsiyaga xohlamagan edim unchalik. Nano balzamlarni bir tanishim orqali xarid qilganman va ichishni boshladim. Juda ham ixlos qilib va qisqa muddat ichida, to'g'risi 3 oyda qayta uzi qilishim kerak edi, lekin sabrim chidamasdan уже 1,5 oyda uzi qilganimda juda ham hayratda qoldim, chunki 14 millimetrlik toshlarim уже yo'q edi. Vrach aytgandiki, balkim o'sha uzi qilgan joyingizda adashgandir deb aytishgan, lekin aslida unaqa emas edi. O't pufagim bo'm-bo'sh, o'sha katta toshlar уже parchalanib, juda ham yaxshi natija olganman. Bundan juda ham xursandman. Qorinda damlashlar ketgan, izjoga, ya'ni zarda bo'lishlar bezovta qilardi. Hozirgi kunda juda ham yengilman, yaxshi va 2,5 oyda 4 kilogramm vazn tashladim.